oddiy xalq har doim bag'da qolib ketaveradimi? Qonun doirasida chora ko'rishini hozirgi kunda kelib tilla magazindan 20 ming dollarlik tilla yo'qolgan. Farzandlarimiz yoshlayin birovlari kasriga qolib, juvarmay bo'lib ketishini oldini olishini so'raymiz. O'g'rini ushlagan Toshtirmada. Begunoh bolalarni oborib tiqib qo'ygan hozir. Nima qilyapti, nima qo'yyapti? Bizga u yog'i qorong'i. Lekin gumondor shaxs sifatida magazinchilar o'g'limizdan ariza yozib bergan. Kameralarda ham, telefonlarini tekshirilganda ham hamma joyda bular aybsizligi isbotlanib turibdi. Gumondor shaxs sifatida ushlab turishibdi. 5 metr, 4 metr nariroqda birov bilan gaplashib, kulishib o'tirgan bo'lgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar bizga amaliy yordam beringlar. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, bu murojaatchilarning pozitsiyasi hisoblanadi. Mazkur ish bo'yicha yakuniy huquqiy bahoni tergov organlari va sud belgilaydi. Agar vakolatli organlar ushbu masala yuzasidan rasmiy munosabat bildirishni istasa, ularni ham xolis ravishda yoritishga tayyormiz. Assalomu alaykum hammalarga. Men Qoraboyeva Mavluda, Toshkent shahri Parkent tumanida yashayman. O'g'lim Odilboyev Kamron, Ma'rupov Suhrob. Ular Parkent tumani ishonch filialida ishchi bo'lib ishlagan. Hozirgi kunga kelib Toshkent shahri Shayxontohur tumani Samarqand darvozada tilla magazinga 1 oy bo'ldi o'tganiga. Tilla magazinda bular shartnomachi sifatida lavozimida ishlagan. Hozirgi kunda kelib tilla magazindan 20 ming dollarlik tilla yo'qolgan. Tillani narxi borgan sari ko'tarilib boryapti. Ular bilan birga ishlaydigan, hammasi kameralar anaqasida hammasi yaxshi. O'g'rini ushlagan Toshtirmada. Bular bir magazinning bir chetida shartnomachi vazifasini bajaradi. Tillaga aralashishga, sotishga bularni umuman aloqadorligi yo'q. Shartnomaga shu asosida qo'l qo'yilgan. O'g'irlik bo'lgan kuni Shayxontohur tumanida ichki ishlarga olib ketgan bolalarni. O'g'ri ushalgan. Lekin gumondor shaxs sifatida magazinchilar o'g'limizdan ariza yozib bergan. Lekin aybi yo'q, nimaga ushlab turganini bizlar ham bilmaymiz. Iyul oyida tilla magazinda o'g'irlik sodir bo'lgan. O'sha paytda meni o'g'lim 2-qavatga chiqib ketayotgan bo'lgan. Uni sherigi Suhrob ko'chaga chiqib ketayotgan bo'lgan. Tilla magazinni egasini qizi 5 metr, 4 metr nariroqda birov bilan gaplashib, kulishib o'tirgan bo'lgan. Shu arada o'g'ri telefonini, tillalarni olib chiqib ketgan bo'lgan. Bular hozir kamerada ham, boshqa joyda ham aybsizligi yo'q. Lekin bular bolalarni olib borib tiqib qo'ygan, qamoqqa olib borib tiqib qo'ygan. Aybdorligini isbotlab bera olmayapti. Nimaga ushlab turibdi, o'zimiz ham hayron bizlar. Ishonch ishxonasidagilar hammasi aybdorligi yo'q bularni. Bular qo'li yo'q bu narsada. Faqat bular shartnomachi. Tillaga qarashga ham, sotishga ham misoldan borib qo'li bilan ushlashga ham bularning huquqi yo'q deb aytibdi. Magazin egasi bular ustidan ariza yozib bergan. Sherik hisobida olib borib qo'ygan. Mani prezidentimiz ko'rayotgan bo'lsa, oddiy xalq har doim bag'da qolib ketaveradimi? Qonun doirasida chora ko'rishini, farzandlarimiz yoshlayin birovlari kasriga qolib, juvarmay bo'lib ketishini oldini olishini so'raymiz. Mana shu hujjatlar bo'yicha ko'rayotgan mutasaddilarni ustidan qarashini so'raymiz. Adolatli hukm chiqarishini so'raymiz. Begunoh bolalarni olib borib tiqib qo'ygan hozir. Nima qilyapti, nima qo'yyapti? Bizga u yog'i qorong'i. Bir marta ko'rmasak, boshqa qilmasak, kameralarda ham, telefonlarini tekshirilganda ham hamma joyda bular aybsizligi isbotlanib turibdi. Gumondor shaxs sifatida ushlab turishibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar bizga amaliy yordam beringlar. Ushbu fuqarolarning asosiy e'tirozi tergovning xolis olib borilayotganiga bo'lgan ishonchsizligidir. Ularning ta'kidlashicha, farzandlariga nisbatan qo'yilgan gumonlar asossiz bo'lib, ularni oqlovchi holatlar yetarli darajada o'rganilmayapti. Shuningdek, ular tergov jarayonida o'z murojaatlari va e'tirozlariga yetarlicha e'tibor berilmayotganini, shu sababli Shayxontohur tumani ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura organlari faoliyatidan norozi ekanliklarini bildirmoqda. Fuqarolar ushbu holat yuzasidan vakolatli idoralar tomonidan xolis va har tomonlama tekshiruv o'tkazilishini, tergov jarayoni qonun talablariga to'liq rioya etilgan holda
olib borilishini hamda barcha dalillarga adolatli huquqiy baho berilishini so'ramoqda. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, bu murojaatchilarning pozitsiyasi hisoblanadi. Mazkur ish bo'yicha yakuniy huquqiy bahoni tergov organlari va sud belgilaydi. Agar vakolatli organlar ushbu masala yuzasidan rasmiy munosabat bildirishni istasa, ularni ham xolis ravishda yoritishga tayyormiz.